Menga bir qizimiz shart yozibdilar. Shakar bilan tuzni aralashtirib yeb ko'ring deb. Okey, biz mana shunaqa kichkina qoshiqimiz bor, shundan shakar qoshiq solamiz. Endi tuz kerak bo'ladi. Tuzimizni idishga shuni olyapman. Bundan bir qoshiq. Bu kichkina idishcha. Qanaqa bo'lishini o'zim bilmadim. Baribir ham tuz tam kelyapti. Nima bo'lsa ham shart bajarildi. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingisi nima bo'lsin?